Salomatsizlar. Bugun men bitta qizni internet kommentariyasini ko'rib qoldim internetdan. Ancha bo'lgan ekan. Sun'iy intellekt haqida yozibdi. Haqiqatan sun'iy intellekt juda ham chiroyli rivojlandi. Shunaqa rivojlandiki, rasmlarni jonlantirib olyapti. Gemi degan narsa chiqqan. So'rasangiz savollaringizga, har qanday savolingizga javob berasiz. Men uni sinab ko'rdim. Haqiqatan zo'r ishlaydi ekan. Yana aylanib borib qana hozir musiqa, ko'p narsalardan odamlar mana tayyor anaqalar nima musiqalar yaratib, qo'shiqlar aytishyapti. Kimlardir maza qilib davrini suryapti. Endi aylanib borib yana Yulduz Usmonovaga taqaldi. Yulduz Usmonovani kiyinishi, uni nima ilmi, hojiligi. Endi beayb Parvardigor. Hammani o'zini istoriyasi, hammani o'zini tarixi bor. Inson bor ekan xato qiladi. Чтобы не было, Yulduz Usmonova juda chiroyli qilib hozir o'zini avlodlariga hamma yoqda yaratyapti, sharoit yaratyapti. Mana fabrikalarni ochib, qancha ishchilar ishlatyapti, o'zi ijod qilyapti. 60 yoshdan o'tsa ham ijod qilyapti. 60 dan keyin odamni uyat og'riydi, bet og'riydi, davleni oshadi, yurak anaqa bezovta bo'ladi. Kasal hech ham sizni eshik taqillatib kelib turaveradi. Bittasini yo'qolsangiz, ikkinchisi boshini ko'taradi, iloji yo'q. Endi ilmini gapiryapsiz. Ilm shunaqa narsa, qiyin u ilmchi. Men 3 yildan beri mana shu muallim sonini zo'rg'a tugatdim. 3 yil. Yoshligingizda oson olasiz ekan. 60 ga ketyapmiz. 2 yildan keyin 60 ga kiraman. Olmayapti kalla. Alhamdulillah, shukr, mana 3 yilda harakat qildim. Kitobni qo'yaveraman, olaveraman. Aylanib sen bilan gaplashamiz deb qo'yib, alhamdulillah, shukr, mana bo'g'imlab o'qiyapman. Endi kichkina suralarni o'qiyapman. Ilm shunaqa narsaki, azizlar. Mana shu ulamolar o'ylaymizki, kechalab, kunduzlab hamisha kitobdan boshini ko'tarmay namoz o'qishadi, kitob o'qishadi. Men bilishimcha ular o'qishadi, to'g'ri, hammasini qiladi, lekin ular bizdan oldin turadi. Biz turganda ular namozini o'qib, ertalabni bomdodini o'qib, niyat qilib ishiga ketadi. Kechqurun biz yotib uxlaganimizda ular namozini o'qib, qazo namozlarini o'qib, xuftonni o'qib, anaqa amallarini bajarib, yarim tunda yotadi. Ular bizdan 2 barobar, 3 barobar ko'p mehnat qiladi. Shuning uchun ularning yuzlaridan nur yog'iladi. Ularga hammamiz havas qilamiz. Inshaalloh men ham nevaralarimni shunaqa ilmli odam, insonlar bo'lishini chin dildan tilayman. Hammalaringga tilayman. Kattalar, hammalar, yoshlarimiz ilmli bo'lsin. Endi u qiz yana aytayaptiki, men Yulduzni aytmayman, kichkina otarchilarni aytaman, to'y qilsam ham, o'g'limga to'y qilsam ham deyapti. Ko'rdingiz, baribir otarchi kerak. Sun'iy intellekt o'z yo'liga, lekin otarchilar ham tirikchiligini qilaveradi. Nima arzonroq bo'lsa ham otarchi kerak ekan, u kerak. Bizdan oldin ham bo'lgan otarchi, bizdan keyin ham bo'ladi. Hayot o'taveradi. Sun'iy intellekt ham o'z yo'liga, u ham o'zini vazifasini bajaradi. Joninglar sog' bo'lsin.